Bugun men pensiya oladigan fuqarolar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, ota-onasi yoki yaqinlariga pensiya rasmiylashtirayotganlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya to'lash tartibidagi o'zgarishlar oddiy qog'ozdagi yangilik emas. Bu har oy oilaning ro'zg'origa kirib keladigan pul, doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovlarga ketadigan mablag' degani. Shuning uchun bu ma'lumotni hamma ko'rish kerak. Men bu mavzuni oddiy tilda chalkashtirmasdan, kim nimaga e'tibor berish kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak, barchasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi, keyin odamlar navbatda. Bankda yoki pensiya bo'limida sarson bo'lib qoladi. Avvalo, men masalaning ildizini tushuntiraman. Ilgari ko'pchilik pensiyani asosan naqd pul shaklida pochta yoki yetkazib beruvchi xizmat orqali olardi. Ayrimlar bank kartasiga o'tkazib berilishini tanlagan, lekin katta yoshdagi fuqarolar orasida naqd pulga o'rganib qolganlar juda ko'p edi. Chunki odam pulni qo'liga olsa o'zini xotirjam his qiladi. Ayniqsa qishloq joylarda bankomat uzoq bo'lsa, karta ishlatish qiyin bo'lsa, telefon orqali to'lov qilishni bilmasa, naqd pul qulay ko'rinadi. Endi tartibda muhim jihat shuki, pensiya to'lovlarini bank kartalari, elektron to'lov tizimlari, naqd pul yetkazib berish va vakil orqali olish masalalari yanada tartibga solinmoqda. Ya'ni davlat pensiyani belgilangan muddatda aniq shaxsga, aniq hisob raqamiga yoki qonuniy tartibda ko'rsatilgan usul orqali yetkazishni kuchaytiryapti. Buning sababi ham tushunarli. Pensiya egasining puli boshqa odam qo'lga noto'g'ri o'tib ketmasligi kerak. Hujjatlar yangilangan bo'lishi kerak. Vafot etgan yoki chetga chiqib ketgan shaxs nomidan pensiya noqonuniy olinmasligi kerak. Shuningdek, to'lovlar shaffof bo'lishi kerak. Bu o'zgarishlardan qo'rqish kerakmi? Men ekspert sifatida shuni aytaman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, xavotirga asos yo'q. Lekin agar pensiyani siz uchun farzandingiz olib kelayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank kartangiz bloklangan bo'lsa, plastik karta yo'qolgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa yoki bir necha oy pensiyani olmagan bo'lsangiz, mana shu joyda muammo chiqishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya to'lash tartibida eng muhim narsa bu pensiya oluvchining shaxsini aniqlashdir. Davlat sizga tegishli pul aynan sizga borishini ta'minlashi kerak. Masalan, 20 yoshli ota har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kishi kasal bo'lib yotib qolgan, bankka bora olmaydi. Farzandi uning kartasidan foydalanib turadi. Agar karta otaning nomida bo'lsa va ota bunga rozi bo'lsa, oilaviy ishga kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy tartibda biror masala, masalan karta almashtirish, pensiya usulini o'zgartirish, bank rekvizitini yangilash kerak bo'lsa, farzand oddiygina men o'g'liman deb ishni hal qila olmaydi. Ishonchnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat yoki tegishli vakolat talab qilinadi. Ikkinchi masala, pensiya to'lov usulini tanlash. Ko'pchilik men naqd olsam bo'ladimi yoki faqat kartaga tushadimi deb so'raydi. Bu yerda asosiy qoida shuki, fuqaroga qulay shaklda to'lovni olish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. Lekin bu tartib rasmiy ariza va tegishli ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Agar siz pensiyani kartaga olishni xohlasangiz, bankda hisob raqam ochasiz, kartangizni olasiz. Keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmat orqali ma'lumotlaringizni kiritasiz. Agar naqd olish tartibi mavjud bo'lsa, unda yetkazib berish manzili to'g'ri bo'lishi kerak. Manzil noto'g'ri bo'lsa, pul kechikishi mumkin. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan opa 900 ming so'm pensiya oladi. U ilgari eski manzilda ro'yxatda turgan, keyin qizining uyiga ko'chib o'tgan, lekin pensiya tizimida manzil yangilanmagan. Natijada to'lov xabarnomasi eski manzilga boradi. Opa esa pensiyam kechikdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya bekor bo'lganda emas, ma'lumot yangilanmaganda. Shuning uchun men har doim aytaman, manzil telefon raqami, bank rekviziti va shaxsiy hujjatlarni tekshirib qo'yish kerak. Uchinchi masala, pensiya to'lovlarining sanasi. Odamlar ko'pincha oldin har oyning 5 sanasida olardim. Endi 8 sanada tushdi, demak muammo bormi deb xavotir qiladi. Har bir hududda to'lov grafiklari bo'lishi mumkin. Bank orqali tushadigan pensiya bilan naqd yetkaziladigan pensiyaning vaqti bir xil bo'lmasligi mumkin. Dam olish kuni, bayram kuni, bank amaliyot kuni.
texnik yangilanishlar ham ta'sir qiladi. Lekin pensiya muntazam ravishda uzoq muddat kechiksa, masalan 10-25 kun o'tib ham tushmasa, kutib o'tirmaslik kerak. Darhol bankdan hisob holatini so'rash. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. 4-masala karta bilan bog'liq holatlar. Kartaning muddati tugan bo'lishi mumkin. Masalan, kartada 05 kod deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil may oyidan keyin ishlamasligi mumkin. Pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin siz uni yecha olmaysiz yoki ayrim hollarda to'lov qaytishi ham mumkin. Yana bir holat, karta yo'qolgan. Lekin fuqaro bankka xabar bermagan. Karta begona odam qo'liga tushsa, pul yechib olinishi xavfi bor. Shuning uchun karta yo'qolsa, birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish, keyin yangi karta ochish. Zarur bo'lsa, yangi rekvizitni pensiya organiga yetkazish kerak. Men alohida aytib o'taman, bu o'zgarishlardan eng ko'p e'tiborli bo'lishi kerak bo'lgan birinchi toifa bu yolg'iz yashaydigan keksalar. Chunki ular ko'pincha hujjat ishlarini kechiktiradi, telefoniga kelgan xabarni o'qimaydi, bank ilovasidan foydalanmaydi. Agar oilada shunday ota-onangiz, amakingiz, xolangiz, qo'shningiz bo'lsa, bir marta borib hujjatlarni tekshirib bering. Pasport yoki ID karta bormi? Muddati o'tmaganmi? Karta ishlayaptimi? PIN kodni begonalarga aytib qo'ymaganmi? Telefon raqami o'zining nomidami? Shularni ko'rib chiqing. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar. Bu pensiyalarda ba'zan qo'shimcha hujjatlar, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, tibbiy xulosa, vasiylik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 15 yoshdan oshgan bo'lsa, u o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Bu pensiya butunlay yo'qoldi degani emas, lekin hujjat to'ldirilmagani uchun kechikish paydo bo'ladi. 3-toifa. Chet elga vaqtincha ketgan yoki doimiy yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Agar fuqaro bir necha oy davomida mamlakatda bo'lmasa, bank kartasidan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, rasmiy organlarda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy masala qonuniylik. Pensiya oluvchi tirik, huquqi bor, lekin to'lovni olish tartibi aniq bo'lishi kerak. Agar u chetda bo'lsa, qanday tartibda oladi? Vakil orqali oladimi? Bank kartasidan foydalanadimi? Buning hammasi qonuniy hujjatlar bilan to'g'ri rasmiylashtirilgani ma'qul. 4-toifa pensiya yoshiga yaqinda yetadigan fuqarolar. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 25 yoshga yaqinlashyapti, lekin mehnat daftarchasi, ish staji arxiv ma'lumotlari, ish haqida hujjatlar tartibga solinmagan. Odamlar ko'pincha pensiya yoshiga yetganda borib, menga pensiya tayinlab bering deydi. Keyin aniqlanadi. Bir korxona yopilgan, bir davr ish stajiga kiritilmagan, familiya almashgan, hujjatda ism xato yozilgan. Natijada pensiya tayinlash kechikadi. Shuning uchun men maslahat beraman. Pensiyaga kamida 6 oy qolganda hujjatlarni yig'ishni boshlang. Agar siz pensiyani muntazam bank kartangizga olayotgan bo'lsangiz, karta ishlayotgan bo'lsa, SMS xabarnoma kelayotgan bo'lsa, har oy pul tushayotganini ko'rib tursangiz, hujjatlaringiz yangi bo'lsa, sizda katta xavotirga sabab yo'q. Lekin baribir profilaktika kerak. Yiliga kamida bir marta bankdagi ma'lumotlaringizni va pensiya organidagi telefon raqamingizni tekshirib qo'yish yomon bo'lmaydi. Agar siz naqd pul olayotgan bo'lsangiz va yetkazib beruvchi xodim har oy belgilangan tartibda pulni olib kelayotgan bo'lsa, imzo qo'yib olayotgan bo'lsangiz, bu ham normal holat. Lekin siz yashash manzilingizni o'zgartirsangiz, vaqtincha boshqa joyga ko'chsangiz, kasalxonaga yotsangiz yoki uzoq muddat qarindoshingizga tursangiz, bu haqda oldindan xabar berish kerak. Aks holda pul eski manzil bo'yicha yurishi, qaytishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Birinchi misol, 18 yoshli aka har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. Pensiya hisobga tushgan, ammo bankomatdan yecha olmagan. U pensiyamni berishmadi deb o'ylagan. Aslida bankka borib yangi karta chiqarish kerak edi. Agar u kartaning amal qilish muddatini oldindan ko'rganda muammo bo'lmasdi. Bu oddiy misol. Lekin ko'pchilik aynan shunday vaziyatga tushadi. Ikkinchi misol. Bir ayol onasining pensiyasini ishonchnoma orqali olib keladi. Ishonchnoma muddati 1 yil edi, lekin muddat tugaganini unutib qo'yishgan. Keyingi oy bank yoki to'lov tashkiloti pul berishdan bosh tortadi. Ayol jahli chiqib,
Nega bermaysizlar deydi. Lekin tashkilot xodimi ham o'zicha pul bera olmaydi, chunki hujjat muddati tugagan. Bunday vaziyatda yangi ishonchnoma rasmiylashtirish, agar ona yurishga qiynalsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rash yoki qonuniy vakillik tartibini aniqlash kerak. 3-misol. Talaba otasidan qolgan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U kollejdan universitetga o'tadi, lekin yangi o'qish joyidan ma'lumotnomani vaqtida topshirmaydi. To'lov vaqtincha to'xtaydi. Keyin hujjatni olib borsa, tekshiruvdan keyin masala tiklanishi mumkin. Lekin bu orada oila 1-2 oy pulsiz qiynaladi. Demak, bu yerda muammo davlat to'lamoqchi emasligida emas, zarur hujjat vaqtida topshirilmaganda. 4-misol. Bir pensioner qishloqdan shaharga farzandligiga ko'chib keladi. Ro'yxat joyi eski manzilda qoladi. Pensiya yetkazish ma'lumoti ham yangilanmaydi. Pul eski hudud bo'yicha yuradi. Keyin u shaharda bankka borib, menga pensiya tushmadi deydi. Bank esa bizda bunday to'lov ko'rinmayapti deydi. Bu holatda avval pensiya organiga murojaat qilib, to'lov usuli va manzilni yangilash kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'chish bo'lsa, pensiya masalasini ham ko'chish ro'yxatiga qo'shib qo'ying. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya kartaga tushgani bilan karta egasi pulni qanday ishlatayotganini o'z nazorat qilish kerak. Ba'zi oilalarda farzandlar ota-onam telefon ishlatmaydi deb kartani o'zida saqlaydi. Bu albatta oilaviy ishonch masalasi, lekin pensionerning o'zi pul miqdorini bilib turishi kerak. Men tavsiya qilaman. Kamida oyda bir marta bankdan chek chiqarib bering yoki SMS xabarini ko'rsating. Keksa odam o'z pulining kelganini va qancha qolganini bilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, PIN kod va SMS kod. Hech qachon bank kartaning PIN kodini begona odamga aytmang. Pensiya tekshiruvidan qo'ng'iroq qilyapmiz, kodingizni ayting desa ishonmang. Rasmiy xodim hech qachon telefon orqali kartangizning PIN kodini yoki SMS tasdiqlash kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rsa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar juda ishonuvchan bo'ladi. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga ham tushuntiring. Kodni hech kimga aytmasin. 3-nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan hujjatdagi o'zgarish vaqtida xabar qilinmasa. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish to'xtagan bo'lsa, nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa yoki boshqa asos o'zgargan bo'lsa, tizim bir muddat to'lovni davom ettirishi mumkin. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi qo'yiladi. Odam, men aybdor emasman, pul tushdi, ishlatdim deydi. Lekin qonunda asos bo'lmasa, ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun holatingiz o'zgarsa, vaqtida xabar bering. 4-nozik jihat, meros va vafot etgan pensionerning puli. Agar pensioner vafot etsa, uning nomidan keyingi oylarda pensiya olish mumkin emas. Bu juda jiddiy masala. Oila a'zolari vafot holatini yashirib, kartadan pul yetishda davom etsa, keyin qonuniy javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Lekin vafot etgunga qadar hisoblangan, olinmay qolgan pensiya bo'lsa, uni belgilangan tartibda oila a'zolari yoki merosxo'rlar olish masalasini rasmiylashtirishi mumkin. Buning uchun ifodagi hujjati, vafot haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar va tegishli ariza kerak bo'ladi. 5-nozik jihat, bankomat va komissiya masalasi. Ba'zi pensionerlar boshqa bankomatidan pul yechadi va komissiya ushlab qo'linganini ko'rib hayron bo'ladi. Pensiya miqdori kamaygani yo'q. Bank xizmat haqi ushlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartangiz qaysi bankniki bo'lsa, imkon qadar o'sha bankomatidan yoki komissiyasi kam bo'lgan usuldan foydalaning. Agar pul yechish paytida bankomat pulni bermasa, lekin hisobdan yechilgan bo'lsa, darhol chekni saqlang, bankka murojaat qiling, ariza yozing. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'rimi? Hujjat buzilmaganmi? Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa yoki almashtirish kerak bo'lsa, avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati, faol holati, SMS xabarnomasi, telefon raqami to'g'ri ulanganini ko'ring. Bankka borayotganingizda pasport yoki ID karta, eski karta, telefoningizni olib boring. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, avval bloklatib, keyin yangisini oling. Yangi karta olgandan keyin pensiya to'lovi avtomatik davom etadimi? Yoki yangi rekvizit berish kerakmi?
Bank va pensiya organidan aniqlashtiring. 3-qadam pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan savollar: pensiyam qaysi usulda to'lanmoqda? Qaysi bank rekvizitiga bog'langan? Manzilim to'g'ri ko'rsatilganmi? Telefon raqamim yangimi? Qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Bu savollarni oldindan yozib oling. Chunki idoraga borganda odam hayajonlanib, yarmini unutib qo'yadi. 4-qadam. Ishonchnoma masalasini tartibga soling. Agar siz ota-onangiz, buvingiz yoki bobongiz nomidan pensiya ishlarini yuritayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddati borligini unutmang. Ishonchnoma qaysi ishlarni bajarishga ruxsat berishini ham tekshiring. Ba'zi ishonchnoma faqat pul olishga ruxsat beradi. Ba'zi bank amaliyotlari ariza berish, hujjat olish kabi kengroq vakolatlarni beradi. Matnni o'qimasdan imzo qo'ymang. Kerak bo'lsa, notariusdan aniq so'rang. Shu hujjat bilan bankda karta almashtira olamanmi? Pensiya bo'limida ariza bera olamanmi? Pulni olish huquqim bormi? 5-qadam. Hujjatlarni bitta papkaga yig'ib qo'ying. Pensionerning pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya haqida ma'lumot, bank karta rekvizitlari, telefon raqami, yashash manzili, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga tegishli ma'lumotnomalar alohida turishi kerak. Favqulodda vaziyatda oila a'zolari nima qayerda ekanini bilsin. Ko'p muammolar hujjat yo'qolgani yoki topilmagani sabab cho'zilib ketadi. 6-qadam, agar pensiya kechiksa harakat tartibini biling. Avval bank hisobingizni tekshiring. Pul tushganmi, yo'qmi? Agar tushgan bo'lsa, yechishda muammo bo'lishi mumkin. Agar tushmagan bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, yashash manzili, pensiya turi, oxirgi marta qachon pensiya olganingizni yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa yozma, ariza qoldiring va ariza ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi ma'lumotni oling. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangiz oshadi, kartangizni bering. Yangi tartib bo'yicha ro'yxatdan o'tkazamiz. SMS kodni ayting. Sizga qo'shimcha pul tushadi. Oldin to'lov qiling degan gaplarga ishonmang. Rasmiy yangilik faqat rasmiy manbalar, pensiya organlari, banklar, davlat xizmatlari va qonuniy xabarlar orqali tasdiqlanadi. Telefon orqali pul karta raqami, PIN kod, SMS kod so'ralsa, darhol suhbatni to'xtating. Yana bir muhim tavsiya: oilada pensioner bo'lsa, bu masalani faqat o'zi biladi deb tashlab qo'ymang. Keksa odamning tajribasi katta, lekin bugungi bank tizimi, elektron xizmatlar, SMS kodlar, ilovalar ko'pchilik uchun murakkab. Farzandlar va nabiralar yordam berishi kerak. Lekin yordam nazoratini tortib olish degani emas. Pensioner o'z pulining egasi bo'lib qolishi kerak. Men bugun pensiya to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlar nimani anglatishini, qanday holatlarda muammo chiqishi mumkinligini, kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini va qanday amaliy qadamlar qilish zarurligini tushuntirdim. Asosiy xulosa shuki, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlasa, manzil va telefon raqamingiz to'g'ri bo'lsa, xavotirga tushmang. Lekin ishonchnoma muddati, karta muddati, qo'shimcha ma'lumotnoma, yashash manzili va pensiya to'lov usulini albatta tekshirib qo'ying. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki bugun ota-onamiz pensiya oladi. Ertaga o'zimiz ham shu tizimga murojaat qilamiz. Izohlarda yozing. Siz pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Oxirgi paytda kechikish yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'ldimi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.